Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan birga no coding darslarini davom ettiramiz. Biz o'tgan darsimizda no coding platformasi bo'lgan Framer bilan tanishib, Framer saytining ro'yxatdan o'tib, uni qisqacha interfeysi bilan tanishib o'tgandik. Va bugungi darsimizda esa bugun eng muhim bo'lgan bosqichlardan biri uni saytni maketini chizish, ya'ni wireframelar bilan tanishib o'tamiz. Wireframe nima? Wireframe bu saytda oldindan strukturaviy chernavik maket qismi. Bu wireframe nima uchun kerak? Ya'ni saytni oldindan g'oyalarni, vizual ko'rinishini chizib olasiz, chernavigini. Bu sizga o'sha mijozni, ya'ni klientni tezroq tushunib olishga, klientni g'oyasini tushunishga va sizni o'zingizning g'oyangizni unga tushuntirishga kerak bo'ladi. Ya'ni saytni ko'rmasdan turib vizual tasavvurga ega bo'ladi. Wireframe'da asosan nimalar bo'ladi? Wireframe'da saytni tuzilishi, saytdagi elementlar, bloklar va tekstlarni qanaqa joylashuvi, ya'ni qisqa qilib aytganda saytni skeleti to'g'ridan-to'g'ri chizib ko'rsatiladi. Qanaqa sahifalari bor, buttonni bosgan payti, ya'ni tugmani bosgan payti qanaqa jarayon bo'ladi, qanaqa funksiya, qanaqa ishlaydi, har bitta element detal chiziladi. Bu qog'oz shaklida bo'lishi mumkin, doskada chizsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz biron bir programma bilan ham chizsa bo'ladi. Ya'ni bu veb-saytni ishlash jarayonini tezlashtiradi. Sizga keyin qo'lingizda aniq plan bo'ladi. Shu plan asosiga siz veb-saytni to'g'ridan-to'g'ri dizaynini ishlab chiqasizlar. Siz wireframe'ni to'liq qilib chizib bo'lganingizdan keyin uni bemalol Framer'ga o'tib vizual ko'rinishini chizsangiz bo'ladi. Xo'p, qisqa qilib aytganda bu UX UI dizayn deyiladi. Bu alohida soha vakillari bor, shunaqa UX UI dizaynerlar bor. Xo'sh, UX ya'ni User Interface Design va UI ya'ni User Interface Design. UX da nima ishlar qilinishi kerak, UI da nima ishlar qilinishi kerak, bu grafikamizga to'liq qilib tushuntirilgan. Bunga batafsil to'xtalib o'tirmayman, qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerda ham oddiyroq qilib tushuntirilgan. UX ya'ni skeleti, UI esa uni ko'rinishi. Veb-saytni ishlab chiqishdan oldin mana UX birinchi ishlab chiqiladi va uni vizual tartibda uni chizib chiqadi dizayner. Bu ikkalasini bir kishi qiladi, ya'ni UX UI dizaynerlar qiladi. Keling endi ishni biz Framer bilan davom ettiramiz. Framerga bitta loyiha ochib olaman. Eslatib o'taman, men Framerda Windows uchun programmasini skachat qilib, ustanovka qilib oldim. O'zimga sizlar ham shunday qilib olsangizlar qulay. Brauzerda ishlasa ham farqi yo'q buni, lekin men qulaylik bo'lishi uchun, o'zimga qulaylik tug'dirish uchun programmasini skachat qilib oldim shunchaki. Xo'sh, biz wireframe tushunchasiga ega bo'ldik, UX UI haqida ham bildik. Endi bu narsani Framerda qo'llab ko'ramiz. Framerda wireframe'ni qilish juda ham oson. Masalan, yuqoriga kelamiz, insertda bosamiz. Bu yerda wireframe turibdi. Wireframe'ni bosdim. Sun'iy orqali, AI orqali prompt yozaman. O'sha yozgan promptimni menga saytimni maketini chizib beradi. Mana men prompt yozib chiqdim. Yuborishni bosaman va menga bu promptim asosida saytni maketini chizib beradi. Mana saytimni maketini chizib berdi. Yana responsive dizaynda tayyor, maket уже tayyor. Hech qanaqa men vaqt yo'qotmadim bu uchun va men maketimni bemalol o'zim o'zgartirib chiqsam bo'ladi. Ya'ni UI qismi qilish qoldi menga tamom. Xo'sh, bu uchun orqaga qaytaman. Birorta sectionni tanladim, element ustiga bosdim. O'ng tarafda uni nastroykalari kelib chiqdi. Xo'sh, ustiga kelib yana bitta bosaman. Bu yerdan layerga o'tdim. Ya'ni sloylarni ko'rish uchun. Xo'sh, shu joyda men hozir o'zgartiraman, mana shu yerda. Xo'sh.
Xo'sh, tekstini o'zgartiraman. Rangini oqroq qilamiz. Mana biror bir elementni o'zgartirish uchun ustiga bitta bosdim. Bu yerdan o'shani sloyni ko'rsatdi. Ustiga yana 2 marta bosaman. Bu yerdan men buni tekstini o'zgartirishim mumkin. Qolgan joylari ham xuddi shunaqa davom etsak bo'ladi. Keraksiz elementini o'chiraman. Xo'sh, shu tartibda o'zgartirib ketaveramiz. Preview knopkasi bor. Ya'ni bu bizga saytni oldindan ko'rish imkoniyatini beradi. Xo'sh, bosdim. Saytni brauzerga ko'rinishi, planshetda ko'rinishi va telefonda ko'rinishi. Xo'sh, bu birinchi usul edi, ya'ni AI prompt orqali tezda maketini chizib olish usuli edi. Endi men sizlarga o'zimiz xohlaganday strukturani tuzishni, ya'ni qo'lda tuzishni ko'rsataman. Bu uchun page ga o'tib olamiz. Bitta yangi sahifa yaratamiz. Mana proyekt oldiga yangi sahifa yaratdim va bu yerda men o'zimni maketimni chizsam bo'ladi. Yana bu uchun insertda bosaman. Bu yerda tayyor komponentlar bor menda. Xo'sh, men bolet kontrastni xohlayapman. Yana insert. Xo'sh, ko'rdingizlar, mana sectionlar men birortasini tanlayman. Shu section ustidan mishkani bosib turib, mana bu Canva oynasiga keltiraman. Ya'ni tortib keltirib, qo'yib yuboryapman. Shu menga section kelib tushyapti. Yana bitta joyiga e'tibor qilamiz. Ko'pchilik tez xato qiladi bir narsaga. Mana bu yerda buni olib tashlayotgan payti Canva oynasiga qaraysizlar, mana bu pastiga ko'k chiziq paydo bo'ladi. Ko'k chiziq paydo bo'lsa, bu deganiki o'sha page ni ichiga, ya'ni sahifani ichiga joylashtiryapman deydi. Agarda sizlar buni bu ko'k chiziq chiqmagan, ya'ni pustoy joyga tashlasangizlar, bu sahifadan chiqib ketadi. Bu usul xato. Bu uchun yana mana buni qaraymiz, ko'k chiziqcha keldi, mana qo'yib yubordim. Paydo bo'ldi mana. Tak, ketdim. Qo'yib yubordim. Endi footer qismini ham qora qilaman. Mana maketimiz tayyor. Buni ham xuddi shunday boshini tanlaymiz, biror elementni o'zgartirib chiqamiz layer bo'limiga o'tib. Xo'sh, menga logo kerak emas. Mana ko'rib turganingizdek, tezda o'zimni maketimni chizib,
va uni saytimni dizaynini уже yaratishni boshlab yubordim. Bu maket orqali chizish edi. Endi biza yana bitta usuli bor. Bu tayyor shablonlardan foydalanish. Tayyor shablonlardan foydalanish uchun biron bir shablonni tanlash uchun Framer'da marketplace'ga kirib olamiz va bu yerdan hammasini tanladim. Birorta tekin turgan shablonni tanlashimiz kerak. Bu uchun biz mana bu price ni free ga o'zgartiramiz. Menga birinchilikda bepul shablonlar kelib chiqdi. Mana birorta bepul shablonlarni ko'rib tanlaymiz. Masalan, menga mana bu shablon yoqdi. Shablonning ichiga kirdim. Buni oldindan kirib ko'raman. Mana shunaqa tayyor professionalni saytlar qilib qo'yilgan, ya'ni shablonlar qilib qo'yilgan. Prosta siz ichiga o'zingizni ma'lumotingizni, rasmlaringizni kiritasiz. Bu sizga professionalniy veb-sayt уже tayyor. Mana. Xo'sh, bu uchun tanladim. Endi open template da bosdim va menga tayyor shablonni ochib beradi. Keyin biz bu shablonni bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Xo'sh, shablonni ochib oldim. Mana shablon tayyor. Mana responsivelik ham уже настройка qilib qo'yilgan ekan. Tayyor. Bu yerga ham xuddi shunday. Mana bu yerdan layerga o'tib olaman va bu yerdan bemalol ma'lumotlarimni o'zgartirsam bo'ladi. Xo'sh, bu usul bizga tez saytimizni yaratish uchun kerak bo'ladi. Lekin biza bu orqali faqatgina o'zimiz uchun, o'zimizning biznesimiz uchun qilsak bo'ladi. Sotish uchun, klient uchun, professional ishlash uchun biza uni o'zimiz dizaynni yaratib chiqishimizga to'g'ri keladi. Buni ham keyingi darslarimizda Framer'da noldan bitta, ya'ni bosqichma-bosqich har bitta funksiyalari, professional dizaynlar qilishi, har bitta sectionlarni, ya'ni komponentlarni, sectionlarni yaratishni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimda sizlarni kutib qolaman.